Assalomu alaykum do'stlar. Mana bu ko'rib turgan ko'rimsizgina narsa aslida eng katta dehqonchilikning eng ulug' ishlaridan biri uzumchilik. Uzum ko'chatlari. Bu ko'chatlar Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida o'stiriladi, yetishtiriladi. Mana bu yerda haqiqiy bobo dehqonlarimiz o'zlari. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. O'zingizni tanishtirsangiz. Akajon, men ismim Abduvohid. Shu uzumchilik bilan shug'ullanamiz. Uzumchilik bilan shug'ullanamiz biz asosan. Keyin ko'chatchilik bilan ham shug'ullanamiz. Mana shu ko'chatlarimiz har o'zimiz bog'dagi qalamchalarda har bittasini navini alohida qilib ulardi. Mana shu ko'chat tayyorlaganmiz. Mana ko'chatlarimiz mana bizda endi asosan ildizi hisobga olinadi. Mana 2 pindik qo'yib kesildi bu yerdan. Endi undan tarbiya qilinadi. Mana ildizlari mana baquvvatligi. Xo'p. Aka, bizda hozir asosan nima deydi? Chet elda bir ko'chatlarga ishqog'oz bo'lishyapti. Avatar deydi, ya'ni har xil nomlar bor. Lekin bu yerda ko'ryapmiz, shaynilar bor ekan. O'zimizning eski juda ham mazali uzumlarimiz ham bor ekan. Va albatta bularni shaynini ham har xili bor, shundaymi? To'g'ri, avatar mana bor. Hozir avatarni ko'rsataman. Bu avatar ko'chati, shundaymi? Avatar mana qarang, tomirlari juda baquvvat bo'lgan, mana. Mana o'zi ham ko'klashni boshlagan mana. Ko'klab qo'ygan. Xudo xolasa. Hozir ijtimoiy tarmoqda butun O'zbekistonda avatar deyishyapti. Mana shu ko'chatlar demak hamma xilidan bor sizda. Bor. Hozir endi bundan tashqari yangi navlar olib kelganmiz, sizga ko'rsataman. Albatta, qani, marhamat. O'shanisini ko'ramiz. Hop, mana bular bu mana yangi navlar hammasi dunyodagi eng nomi chiqqan uzumlardan olingan bular. Qalamcha olingan, mana bir pindidan payvand qilingan bularga. Mana hozir mana shu ko'rsataman, mana qarang. Bu mana Amerikan podvoyi. Bu payvanddak dunyoda eng kuchli payvanddak. Bu mana tepasidan mana bir pindik payvand qilingan. Mana shu yerda mana kalus deydi, o'zidan hali yelim chiqib bir-biriga bitib, mana shu ulangan joyi mana shu mana. Bag'i payvanddak, bag'i payvand do'st mana. Bular endi dunyodagi eng kuchli uzumlar. Bularni endi mana shu holatdagini tomirlatish uchun endi olib yerga ekamiz, o'zi tomirlaydi, xudo xolasa. Hop, bir 80 xildan oshiq navlar olganman. Hozir ekib qo'ygan joyim ham bor. Agar boramsiz, uni ham ko'rsataman, ekkan joyimda ham. Hozir bu yerda 80 xil hamma uzumdan bor. Hozir buning ichida hozir narigi yashig'imiz bo'shadi. Hozir ko'rdingizmi? Xuddi mana shunaqa yashig'imiz bo'shadi. Uni ekdik, bu yerda ham bor, juda ko'p nav bor. O'zi 80 xildan oshiq nav bor o'zi menda. Shulardan eng zo'rlarini tanlab mana shu payvand qilganman. Xudo xolasa ularni ham ko'rasiz. Aka, O'zbekiston hududlari endi baribir suvsizlik bor narsa, suvsizlikka chidamli, keyin mehnati kamroq va serhosil navlari qaysi biri hozir? Endi qarangda, to'g'ri aytyapsiz. Bu chetdan kelgan navlarda misol haqiqatan 80 dan oshiq nav olgan bo'lsak, bundan bir 30-40 xili haqiqatan bizni iqlimda zo'r bo'lyapti. O'shaning uchun biz olib saralab eng zo'rlarini olib qolamiz. Mana shu ham mana qarang, mana. Bu ham payvand bo'lgan mana. Mana endi ko'karishni boshlagan. Nomi nima buni akajon? Bu Turkman go'zali mana. Turkman go'zali. T G qilib yozib qo'yilgan. Bu Turkman go'zali. Uzumning shakli qanaqa bo'ladi? Bu o'zimizni rizamatodaqa ro'zaviy bo'lib turib, uzunchoq. Shirinligi nihoyatda shirin, ta'mi. Keyin bu ichki bozorimiz ham juda yaxshi ko'radi bu uzumni. Asosan eksport bob uzumlarimiz qaysi bilasiz? Mana Oltiariqliklar deyarli oyda yo'q deyishadi, hazil qilib, turukchilik, sholg'omchilik, uzumchilik bilan dunyoga mashhur. Eng eksport bob uzumlarimiz qaysi hozir aka? Hozir endi hozircha bizda shu o'zimizning mahalliy navlar eksport bo'lyapti. Bu navlardan endi mana hozir 1 gektarga bir 4-5 xil qilib payvand qilganlarimiz bir 2 yildan beri hosil beryapti.
Endi ulardan hozir avatar bilan manikür finger hozircha endi bozorga chiqdi. Ha. Endi qolgan navlar bor, buba, artek, keyin hali Koreyani Ruby romanini ham olganmiz. Ular hali katta ob'yomda bozorga chiqadigan bo'lgan yo'q. Endi ko'paytiryapmiz. Xudo xolasa hammasi o'sha bozorda o'nni bor uzumlarni olingan. Endi biz undan ham saralab olyapmiz. Aka hozir tarmoqlarda umuman hozir o'zingiz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Xitoyda qandaydir yumaloq bir uzumi chiqibdi, bir boshi palon pul deyapti. To'g'risi men yeb ko'rganim yo'q hali u uzumni. Yeganlardan so'rasam bemaza qaytib shuncha qimmat deyapti. Endi to'g'risi men hali yeganim yo'qda. Undan bu afzalmi yo o'sha Xitoydagi afzal? Menimcha o'zimizdagi shirinroq, mazaliroq bo'lsa kerak adashmasam. Mana meni o'zimni bog'imda o'sha Ruby roman mana. Mana shu uzum. Shu uzum. Meni o'zimni bog'imda shu hosil qilgan. O'sha Xitoydagi. Bu Yaponiyaning uzumi. Bu Yaponiyaning uzumi. Ruby roman. Qarang. Bundagi bor mazza uzum zotida yo'q. Buni o'zi voshini bor hidasiz hid uriladi. Uzumni voshida o'zi hid bor. Bunday dimog'ingizga duxiga o'xshab uriladi. Buni yegandan keyin bundagi ta'mni hech qaysi uzumdan topolmaysiz. Haqiqatan o'sha bir voshi kimosh savdosida $11,000 bo'lgan uzum shu. Endi bu hozirgi Xitoyda kelganlar bu uzum emas-da, to'g'rimi? Yo'q, hozir Xitoydan ketganlar hozir Shayin Muscat bilan Maya Sersa kelyapti, keyin Red Globe. Red Globe ham shunga o'xshab ketadi. Red Globe'da hech qanaqa buni ta'mi yo'q. Uzumni ta'mi bor. O'zimizniki yaxshi-da baribir. Ya'ni o'zimizniki yaxshi, ota-bobomizdan qolgan uzumlar yaxshi. Endi hozir butun dunyo bo'yicha urug'siz navga o'tilyapti-da. Urug'lik navlar sekin surilib orqada qolyapti. O'zi shu savolni bermoqchi edim. Hozir mana Quvada anorchiligi bilan mashhur. Haligi anorini uzum, haligi nima deydi? Anor ichida bo'ladi-yu, doni, urug'i. O'sha sizda ham mashhur bu, demak, uzumda ham shunaqa yo'nalish ketyapti va shunaqa ko'chatlar bormi sizda? Albatta. Mana shular mana Koreyadan kelgan bular. Bu koreyskiy uzum. Qarang mana. Hozir bu O'zbekistonda yetishtirilgan-a shu? O'zimni bog'imdagi hosili bu. Do'stlar, mana Koreyadan keltirilgan va o'zimizda Oltiariq tumanida yetishtirilgan uzum. Bu bir shingili 3 kilo chiqar. Ya bir 2 kilodan oshiq, lekin buni urug'i yo'q. Urug'i yo'q. Qarsilloq. Keyin bu uzumlar mana bizni kishmishlarimiz bor, jicha bo'shroq bo'ladi. Xolodilnikda ko'p turmaydi. Endi biz asosan mana shu qishga ham urug'siz navlarni saqlash uchun mana shunaqa yangi navlardan ko'p olganmiz juda. Bu Beauty degan kishmish bor. Bundan tashqari Princess Seedless bor. Ruby Seedless bor. Akajon, rahmat, chiroyli ma'lumotlar beryapsiz. Yana oxirgi savolim, bizda nima deydi? Siz bu kasbni otangizdan o'rgangansiz yo boboyingizdan o'rgangansiz? Avloddan avlodga o'tganda sizdan keyingi davomchilar ham o'rganishyaptimi? Hozirgi yoshlarda bu sohaga, uzumchilik sohasiga qiziqish qanaqa? Usta shogird an'anasi qanaqa ketyapti? Endi bu yildan boshlab shu bog'larimni o'g'illarga topshirganman. O'g'illarim xuddi mana shu kasbni davom ettirishyapti. Endi mana o'zi mana Amerikadan kelgan. Mana Amerikadan kelgan, bu ham urug'i yo'q, Lamborghini deganda. Buni ko'chati bormi? Buni hozir mana shularning ichida mana. Shularning ichida. Shularning ichida bor bundan. 35 nomer qo'yib qo'yganmiz, buning ichida bor. Keyin hozirgi Ruby roman ham mana shuning ichida bor. Hozir ko'rdingiz Koreyaniki. Buni demak kuzda demak yerga ko'chiriladi. Shundaymi? Hozir buni olib chiqib mana shu paqirda havoga o'rgatib turib, iqlimimizga. Keyin buni olib chiqib teplitsaga ekamiz buni. Issiqxonaga ekiladi. Issiqxonaga eksangiz endi issiqligi yaxshi bo'ladi, tez tomir oladi. Keyin ochiqqa eksangiz quyosh kuydiradi. Buni mana bu yerda mana. Qarang mana. Kallus degan o'sha o'zini suyuqlik chiqib bir-biriga birikkan-da. Buni quyosh quritib qo'ysa, tepasi qurib qoladi. O'shaning uchun buni teplitsada ham nam havo bo'ladi, qurimaydi, issiq bo'ladi, tez tomir otadi. Juda ham chiroyli maslahatlar berdingiz, aka. Sizga katta rahmat, ishlaringizga omad. Mana o'zim ham ko'chat oldim, do'stlar, mana shu ko'chatlardan Xudo xolasa albatta kelamiz va o'sha maqtagan yaponskiy mana avatar berdingiz, endi yaponskiysidan Xudo xolasa ko'chatidan olib ketamiz. Sog' bo'ling akajonim, rahmat. Salomat bo'ling.
Do'stlar, Oltiariqdaman, hali ham sayohatimiz davom etadi. Dehqonni biz endi issiqxonalariga keldik. Bu yerda keling, u yog'ini o'zlari gapirib berishsin. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mana o'sha statifikatorda yangi navlarimiz mana shunday bo'lib, mana hammasini ekib qo'ydik. Xo'p, endi bu mana shu issiqxonamizda xo'p 1,5 sotlik joy, bunaqa katta joy emas. Mana shu yerda o'zida xo'p 1000 ta mana shu ko'chatimizdan bor. 1000 ta degani bu 1 gektar joyga yetadigan mana shu ko'chat tayyorlaymiz. Bular endi dunyodagi eng qimmat ham eng noyob uzumlar. Bular mana har bittasida mana nomeri bor mana. Har bitta uzumni tanasiga nomer yozilgan. Raqamlar bor ekan. Bu raqamlar o'zi raqamiga qarab kitobdan ajratib olamiz. Endi bu prezidentimiz mana Oltiariq tajribasini butun dunyoga, butun O'zbekistonga o'rgatinglar deyapti. O'shanga endi faqat biz eskilikda qolib ketmaylik, endi mana shu hech bo'lmasa yangi navlarni olib kelib, mana butun dunyo hozir urug'siz navlarga o'tyapti. Urug'siz navlarning afzallik tomoni eksportga ham bo'ladi. Eksport bo'lmagani mayiz bo'ladi, quritiladi. O'shanga bu yerda juda ko'pi hozir shunaqa eksport bor, urug' yo'q, urug'siz navlar eksport bor. Ham eksport qilmasangiz mayizchilikka ham bo'ladi. Bu qaysi davlatlarda uzumi bor? Hozir aytdingiz, u yoqda Yaponiyaniki bor dedingiz, Koreyaniki bor dedingiz. Yana qaysi davlatlarniki bor bu yerda? Hozir bu yerda asosan Amerikaniki bor, Yaponiyaniki ham bor bu yerda. Keyin Koreyadan kelgan bor. Ukrainaniki bor. Keyin hali Kaluginni yangi gibrid navlari bor. Ashta Rozoviy Karyol degani bor, Magic Spalchik. Keyin Aziya, shunaqa eng hali nima deydi, gibrid deydi-yu, shunaqa yirik navlar ular. Ularni havasga tomosha qilasiz, xudo xolasa. Albatta juda ham chiroyli ekan, ko'z tegmasin. Va hozir o'zingiz olib keldingiz, chelakda bu yana ekilar ekan, bu qo'shimchasiga. Endi bu issiqxonada turibdi, issiqxonada o'syapti va qachon qaysi nimada yerga ko'chiriladi, tabiiy ochiq yerlarga. Bularimiz yaxshi ko'klab ko'tarilgandan keyin bunga ip tortamiz, ana tepadagi simlarga. Ip tortib turib, shu tepaga yetganda sekin filyonkani yonlarida ochiladi, keyin tepani ochib olib tashladi. Olib tashlagandan keyin bu kuzgacha shu dorilar sepib yaxshi parvarish qilinadi. Keyin kuzda o'sha baquvvat yaxshi ko'chat bo'lib yetiladi. Bu mana issiqxonani afzalligi mana ko'ryapsiz, nam havo. Issiq ham, nami ham bor. Nam havo ham issiq. Bu mana shu yerimizda agar mana shu Tbilisigacha bir 30-35 gradus bo'lib, mana o yerimiz 15, 17, 20 gradusgacha yer issa, bu yana ham ildiz kuchayadi. Baquvvat bo'ladi. Mana qarang, mana oqarib o'zidan chiqqan mana adaqalari bor, kaluslar mana. Qarang mana. Mana shular mana shu Tbilisigacha qurib qolmaydi nam havoda. Yaxshi, men qarang mana. Kecha ekkanmiz bularni. Kecha o'zi ekishni boshladik. Mana ko'karishni boshladik. Ko'karishda qarang, tashagan yo'q o'zini. Mana holat tepaga qarab o'syapti. Endi mana ko'karmaganlar mana bu ham kalus birikkan mana endi bo'rtib chiqaryapti. Bular mana shu issiqda chiqarib yuboradi. Mana unga o'xshaydi. O'ndan chiqaryapti. Mana demakki endi biz nafaqat o'zimizning uzumlarni dunyoga mashhur brend bo'lgan uzumlarni Oltiariqda albatta yetishtiriladi va butun dunyoga eksport bo'ladi yana. Avvalo bu birinchi mana shu uzumlarimizni ko'paytirib, o'zimiz O'zbekistonda ko'paytiramiz buni. Albatta. O'zimiz xalqimizda qancha ko'paysa yangi navlar. Buni eksporti o'shancha hajmi oshadi-da. Biz ko'paytirib olganimizdan keyin buni eksporti xalqimizga endi foydasi bo'ladi, juda katta foyda bo'ladi. Mana 2018-yilda Dubayga shartnomaga odam yuborganman. Rizamat otamiz bor edi, bir 30 tonnacha. Erta shartnoma qilishmagan. Latifjon akam borgan tarjimon bilan
kelib Abduvahidda Rizamatishda sotovering urug'i bor ekan deb, qarang bitta korobkada upa-cho'pka qilib berganman. Urug'i bor ekan deb uni eksportga olib borgan, eksport qilaman. Olmaymiz degan. Demak, mazasi yaxshi, faqat urug'i borligi uchun rad etilgan. Endi aytyapti, aytda deydi, kishmishlar bor ekan, faqat kishmishga shartnoma qilar ekan ular degan. Endi o'sha 2019da manalik prezidentimiz farmoni bilan bizga ham o'sha 1 gektar yer bergan, mana tepada 3 gektar. Qo'ldan kelgancha endi yangi urug'siz navlarni olib kelishga harakat qilib, shu olib kelib mana ko'paytiryapmiz. Qoyil, ko'z tegmasin. Xirmonga baraka. Sog' bo'ling, salomat bo'ling aka. Rahmat. Bitta o'tiring, men o'zingiz rasmga ham olib qo'ying. Mana bolamlar tushib qo'ying. Keling. Olib